Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz O'zbekistonning alohida muhofaza qilinadigan hududlar to'g'risida gaplashib olamiz va mavzuimiz bo'yicha 3 ta rejamiz tuzib olingan va shu rejalar asosida sizlar bilan suhbatlashib olamiz. O'zbekiston Respublikasida alohida muhofaza qilinadigan hududlarning umumiy maydoni 1355 ming gektarga ega bo'lib, ya'ni ularga qo'riqxonalar, tabiat milliy bog'lari, tabiat buyurtmalari, yodgorliklari kiradi. Davlat qo'riqxonalari hukumat qaroriga asosan tashkil qilingan. Qo'riqxona hududidagi barcha narsalar, maydonlar xo'jalik faoliyatidan chiqariladi va davlat tomonidan moliyalashtiriladi. Qo'riqxonalar atrof muhitni muhofaza qilish ishida alohida ahamiyatga ega bo'lib, landshaftlarni, tabiat yodgorliklarini, o'simlik va hayvonot dunyosini, tuproqlarni muhofaza qilishda, ularni ilmiy jihatdan o'rganishda, ko'paytirishda, o'simlik hayvonlar naslini saqlashda alohida rol o'ynaydi. Qo'riqxonalarning tabiatni muhofaza qilishdagi vazifalarni quyidagi guruhlarga bo'lib olishimiz mumkin. Ya'ni qo'riqxonalarning maqsadlariga keladigan bo'lsak, qo'riqxonalar ham bir nechta maqsadlarga ega. Ya'ni biror o'lka tabiat mintaqasining xarakterli landshaftlarni tabiiy holda saqlash yoki bunyod etish, soni kamayib ketayotgan va turi yo'qolib borayotgan o'simlik hayvonlarni qo'riqlash yoki ularni ko'paytirish yoki tashkil etiladigan qo'riqxonalarimiz mavjud va qo'riqxona tabiatini, uning elementlarini, tabiat bilan organizmlar o'rtasida aloqalarni, laboratoriya vazifalarini bajarishda va ilmiy tadqiqot ishlar olib borishda, tadqiqot qonunlarini, xarakterli yo'nalishlarni faqat qo'riqxonalardagina tabiiy holda o'rganishimiz mumkin va hozirgi vaqtda mamlakatimizdagi qo'riqxonalar noyob hayvon, o'simlik va hayvonot dunyosida ko'paytirilishiga aylanib qolmoqda va qo'riqxonalar madaniy estetik ishtirok jihatidan ham ahamiyatli taraflari juda ham maqsadli o'rinlarda foydalanib kelinmoqda. O'zbekistonda qo'riqxonalarimiz, ya'ni 9 ta qo'riqxona mavjud bo'lib, ularning umumiy maydoni 209,607,3 gektar maydonni tashkil qiladi. Shulardan Chotqol, Zarafshon, Hisor, Qizilqum, Nurafshon kabi qo'riqxonalarni misol keltirishimiz mumkin va bundan tashqari milliy bog'larimiz ham mavjud. Ya'ni milliy bog'larimiz respublikamizda 10 ga yaqin tabiat bog'i mavjud hisoblanadi. Ya'ni ushbu milliy bog'larimizga Ugam Chotqol milliy bog'i, Zomin milliy bog'lari, Zarmish milliy bog'lari, Yuqori To'palang milliy bog'larini hamda Bobotog' milliy bog'larini misol keltirishimiz mumkin. Biosfera rezervatlari va zakazniklari sifatida, ya'ni Chotqol biosfera rezervatini kiritishimiz mumkin. Ya'ni buyurtmalar, tabiat buyurtmalari respublika mahalliy toifalarga bo'linadi. Ya'ni bunda davlat tabiat buyurtmalari xo'jalik yuritishdan to'liq ajratilmaydi, biroq mavjuddagi xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rnatilgan tartibda saqlanishlari lozim. Ular alohida hayvon va o'simlik turlarini muhofaza qilish uchun tashkil etilgan. Respublikamizda mavjud 11 ta buyurtmaning umumiy maydoni 1716,200 ga, ularning tashkil etilish muddati cheksiz bo'lib, muddatli 5 va undan ko'p yoki 5 yildan kam muddatda bo'lishi mumkin. Bitta misol tariqasida Arnasoy zakazligini mana ko'rishimiz mumkin ushbu rasm jarayonida va tabiat yodgorliklari ham mavjud. Tabiat yodgorliklari yerdan foydalanuvchilardan olinmagan holda tashkil etiladi va yodgorliklarni muhofaza qilish o'sha hududdagi tashkilot zimmasida bo'ladi va tabiiy holda vujudga kelgan ekologik, ilmiy, estetik, madaniy jihatdan noyob tabiat obyekti hisoblanadi. Ular joylashgan hudud ishlab chiqarish ixtiyorida
bo'lsa-da, yodgorliklarni saqlashga bo'lgan har qanday xatar taqiqlanadi. Respublikada bunday tabiat yodgorliklari ko'p, ularning umumiy maydoni uncha katta emas, 3381,5 gektarni tashkil qiladi va shulardan biri Sarmishsoy darajasi va Qoratepa g'orlarini misol keltirishimiz mumkin. Muhofaza qilinadigan hududlarning ahamiyatli tarafi biologik xilma-xillikni saqlash, ekologik muvozanatni ta'minlash, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash, turizm va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirishdan iborat hisoblanadi va hozirgi kunda bizdagi eng katta global muammolarimizdan biri bu cho'llanish muammosi bo'lib, hozirgi kunda o'sha ekologik omillarni ta'sirida juda ham keng maydonlarni egallab kelmoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotining cho'llanishga qarshi kurash konferensiyasida cho'llanishga qarshi harakatlar rejasi qabul qilingan va bunda cho'llanishga qarshi kurash konvensiyasini 1994-yilning 7-dekabrida imzoladi va 95-yilning 31-avgustida ratifikatsiya qildi. Hozirgi kunda cho'llanishga O'zbekistonda cho'llanish jarayoni O'zbekiston hududining 80% qamrab olgan va 1999-yilda cho'llanishga qarshi kurash milliy harakatlar dasturi ishlab chiqilib qabul qilingan hamda amaliyotga tatbiq qilingan va o'shalar ustida bir qancha monitoring kuzatuv ishlari olib borilmoqda. Cho'llanishga qarshi ushbu rasmimizda mana cho'llanishlarimizni kuzatishimiz mumkin, ya'ni biologik hosildorlikni, yer unumdorligini keskin kamayib ketishiga olib kelmoqda hozirgi kunda va o'sha tuproq tarkibidagi mikroorganizmlarning faoliyatiga ham o'z ta'sirini ko'rsatib qolmoqda. Degradatsiya taxminan qishloq xo'jaligi uchun ishlatiladigan 5200 million gektar quruq yerning 70%ni egallagan. Jahonda cho'llanish har yili 23 million gektarga yaqin yerni o'z domiga tortib bormoqda va cho'llanish keltirib chiqaradigan omillar quyidagicha farqlanadi, ya'ni tabiiy omillarga, ya'ni iqlim, yuqori haroratda bo'lishi, qurib ketishi, gidrologik namlikning katta miqdorda yo'qolishi, relief, qum va sho'rlangan yerlarning tabiiy holda tarqalishi, tabiiy ofatlar natijasida, antropogen omillar ta'sirida noto'g'ri sug'orish natijasida va muntazam inshootlar qurish, cho'llanishga olib keluvchi boshqa omillar ham mavjud, ya'ni o'rmonlarni rejasiz kesish, buta va yarim butalarni chorva mollar, yoqilg'ilar uchun kesish, tuproq va yer osti suvlarni zaharli moddalar bilan ifloslanishi, transport ta'siri, alohida punktlar atrofida chiqindilarni to'planib qolishi ham cho'llanishga sababchi bo'lib kelmoqda hozirgi kunda va cho'llanish yuzaga keltirgan salbiy holatlar ham mavjud, ya'ni cho'llanish jarayonini keltirib chiqaradigan asosiy holatlar, ya'ni tuproqlarning sho'rlanishi, shamol, suv eroziyasi, tuproq chirindi qatlamlarining kamayishi, o'simlik qoplamining degradatsiyasining kamayishi, tuproqning kimyoviy zararlanishi, cho'llanish natijasida yaylovlarda hosildorliklarning pasayishi, chorva mollari yemaydigan begona o'tlar ko'payishi, yaylov tiplarida barqaror rang-barang turlar yo'qolishi yuz bermoqda va tur tarkibi kamaymoqda. Chorva mollarini boqish uchun yaroqsiz bo'lgan ochiq yalanliklarning paydo bo'lishi hozirgi kunda ko'payib bormoqda va hozirgi kunda mana shunday holatdagi cho'llanish maydonlari juda ham keng maydonlarni egallab bormoqda. Hurmatli talabalar, bugungi darsimiz sizlar bilan qisqacha ma'ruzamiz tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.